Assalomu alaykum qizlar, tuzingmisizlar? Hozir o'zi ko'p Damasga chiqmasa, hozir Damasga chiqib qoluvdik, majbur. Ishonaveringlar qizlar, ayollar, ujus nima deydi? Ana parosatni ishlatib turaveringlar. Og'rimaydi. Parosat pulli ham bas, bepul. Iltimos ishlataylik deb. Yana katta xotinlar bor, Damasda eshik derazasini yopib olishadi. Endi battiy odamlar qanaqa o'tiradi, ularga farqi yo'q-da. Juda ham qiyin ekan Damasda yurish, to'g'risi. Toza havodan nafas olaylik, iltimos ishlatib sepib yuringlar. Hamma emas albatta, lekin ayrim odamlar to'g'ri, hozir birpas aqllilar chiqishadi. Meni profilimda aqllilar to'lib yotibdi. Qimmat, shunga ham pul topolmaydiganlar bo'ladi. Sizlar bilmay gapiraverasizlar-da deb gapirishadi. Unga ham yo'li bor-da. Yuvinib chiqsa bo'ladi-ku, hech bo'lmasa har doim. Yo'q, chayni suvda.